Barchaga salom. Bu Spotlight ko'rsatuvi. Bugun biz ko'rsatuvimizga 3 ta YouTuberni taklif qilganmiz. Birinchi YouTuber bizda Only Sina. Salom xalqim, qalaysizlar? YouTube kanalingizda yaqinda comeback qildingiz va undan oldin barcha video va postlaringizni o'chirishingizga nima sabab bo'ldi? Hamma video postlarimni o'chirishimga sabab men nechadir oylar oldin YouTubedan ketmoqchi edim. O'shanda ketolmagandim, juda ham charchab ketdim, to'g'risi YouTube yoqmayotganda ham. Men o'sha yaqin orada akamni opamga berib yubordim. Ana o'shandan keyin YouTubega qaytish niyatim yo'q edi. Lekin fandomim, yaqinlarim panika qildi. Ketma, qol, bunaqa ketmang, bunaqa qilasan nimadirlar-da. Shunaqa gaplar bo'ldi. Men ularni tashab ketolmadim, qaytdim. Siz hozirda Aura Entertainment hamda Yedapdan faoliyat yuritasiz. Bu haqida biroz ma'lumot bersangiz. Hozir YouTube'da, Aurada va Yedapda anaqa yurityapman, faoliyat yurityapman. Aytib beradigan bo'lsam, men Auraga vokalist bo'lib qo'shilganman. Xullas, ko'p dublarda bo'lganman oldin, ko'p entertainmentlarda bo'lganman. Bu Aura Entertainmentga qo'shilmasimdan oldin 5 tachami, 6 tacha entertainmentda bo'lganman. Dubga qo'shilmasimdan oldin unda ham 5 ta yoki 4 ta dubda bo'lganman. Xullas, unaqa bo'lgan. Aura Entertainmentga casting boshlangan. Men o'shanda qatnashganman, castingdan o'tganman. Shu bilan qo'shilganman Auraga. Yedapda ham, Paydapda xuddi shunaqa narsa bo'lgan. O'tda ham casting bo'lgan, castingda qo'shilgan. Keling, endi so'nggi savolga o'tishdan oldin musiqiy reklama qilib olamiz. Vah hey canım rastga tushar meni yarim qasir o'ynaganda o'zim chirta ishtarim vah hey canım rastga tushar meni yarim qasir o'ynaganda o'zim chirta ishtarim. Telegram kanalingizda Chayvoni tushingizda ko'rganingiz haqida aytgansiz. Bu haqida bizga ham so'zlab berishingizni so'rar edim. Men o'zimni Telegram sahifamda tushim haqida yozib qoldirgandim. Agar endi bunga keladigan bo'lsa, qish qor yog'yapti. Men bitta burchakda kutib turman, kimdir sovqotib, lekin kimligini bilmayman. Lekin oldimga bitta mashina kelib to'xtadi-da, qarab turdim u mashinaga. Qarab turganimda ichidan tushib keldi. Keyin qarab turdi, menga voy shunaqa ko'zim katta ochib olganman endi. Keyin shunday menga qaradi-da. Unda men nima shirin qanaqadir kulib, shunday ikkita qo'lni ochdi-da. Keyin men yugurib borib quchoqlab oldim-da, prям o'lib turganimda. Keyin quchoqlab oldim-da. Keyin munda menga qaradi-da, yo'q koreyscha gapiryapti-man, tushunmayapman, yoki o'zbekcha gapiryapti. Menga qarab turib, "Muxlisam muzlab qolibsan-ku" dedilar-da. Keyin voy prям ichimda qanaqadir nima deydi, tasvirlab berolmaydigan tuyg'u bo'lyapti-da. Keyin odamlar har xil qaradi-da bizga. Keyin men o'zimni noqulay his qilib, u bekki qo'llardan chiqmoqchi bo'ldim. Keyin chiqmoqchi bo'lganimda qattiqroq quchoqlab oldilar-da. Keyin aytdilar, o'sha odamlarga qarab turib, endi bugundan boshlab meni sevgan qizim, unga yomon ko'zlar bilan qaramalaring, sizlarga imkon yo'q, shunaqa gaplar gapirdilar deb. Voy shunaqa yig'ladim-da o'sha payt. Yig'ladim. Keyin menga engashib turib, bo'ylari balon endi. Menga engashtirib mashinaga o'tirdilar. Shunday yig'lab mashinaga o'tirib olganimni bilaman, uyg'onib ketdim-da. Bu so'nggi savolimiz edi. Shu bilan biz Only Sina bilan xayrlashamiz. Hammaga xayr, sizlar bilan o'z wife bo'ldim. Endi navbatdagi YouTuberimizni taklif qilamiz. Hammaga salom, men YouTube'dagi Yuriman. O'zi asl YouTube'nikim klonlari, lekin ko'pchilik meni Yuri deb tanigani uchun hammaga Yuri deyishiga rozilik berganman. Voydab yaqinda katta yangilik qildi, ya'ni piramida o'yinini ovozlashtirdinglar. Bu qanchalik qiyin bo'ldi?
Dab avgust oyida judayam katta yangilik qildi, ya'ni piramida o'yinini dab qilishni boshladi. Bu eng katta daromadlarimizdan biri va buni montaj qilish bilan memberlar personajiga bir vaqtda ovoz berib berishi judayam qiyin bo'ldi. Vayda fanboylarni ham qabul qiladi va ularga qanday munosabatda bo'ladilar? Biz hamma memberlarimizga bir xil muomala qilamiz, xoh ular fanboy bo'lsin, xoh qiz bola member. Vaydabdagi eng yaxshi ko'rgan memberingiz kim? Kira, Kira, Watashi wa star. Oydabdagi eng yaxshi ko'rgan dabberim judayam ko'p, chunki hammasi talantli va ovozi o'ziga xos, judayam chiroyli. Agar ularning ovozi xunuk va talanti bo'lmaganda, hozir Vaydabda turgan bo'lmasdi. Yaqin orada endi qaysi dramalarga ovoz bermoqchisizlar? Hozirda biz judayam ko'p doramolarni dab qilishga kelishyapmiz va Vaydabda hech kim kutmagan, hech kimning miyasiga kelmagan narsa. Vaydab liderlarining o'z tiyamlari bor va buni kun kelib bilib olasizlar. Biz sizga rahmat deb qolamiz. Keling endi 3-youtuberga o'tamiz. Hammaga salom. Men YouTube'dagi MC Taymi va meni haqiqiy ismim Dilnura va bugun Spotlight loyihasida intervyu bermoqdaman. Siz K-popper bo'lganingiz uchun sizga yoqadigan top 5 ta K-pop guruhlari qaysi? Menga yoqadigan top 5 ta K-pop guruhlar. Birinchi o'rinda albatta BTS, ikkinchi o'rinda esa Blackpink, uchinchi o'rinda Stray Kids, to'rtinchi o'rinda Baby Monster va beshinchi o'rinda New Jeans. Hozirda qaysi entertainmentda faoliyat yuritmoqdasiz va unga qanday qilib qo'shilgansiz? Va men YouTube'da qaysi entertainment a'zosi ekanligimni aytmoqchiman. Men YouTube'da o'sha mashhur Golden Entertainment a'zosiman va bunga qanday qo'shilib qolganman. Bu voqea o'tgan yili 7-sentyabrda sodir bo'lgan. Va mana bunaqa bo'lgan. Xullas, mana bitta videoyimga Golden Entertainment'ning bitta lideri Sabi, ya'ni Lee Jae-in yozgan va taklif qilgan meni Golden Entertainment'ga. Keyin men rozi bo'lganman va uni lichkasiga cover tashiganman. Birinchi qilgan coverim Rozening qo'shig'i, ya'ni Underground muzikasi bo'lgan. Cover qilib tashib berganman va meni qabul qilishgan vokalist sifatida qabul qilinganman. Va mana o'sha qo'shilganimga ham 1 yildan oshdi va 1 yildan beri shu entertainmentda faoliyat yurityapman bundan juda ham xursandman, chunki Golden Entertainment menga juda ham yoqadi. Chunki u yerdagi hamma a'zolar juda ham zo'r, hammasi bilan yaxshi kelishamiz va menga juda ham yoqadi bu. Shu bilan intervyu tugadi. Biz 3-youtuberga katta rahmat aytamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi safar bundan ham qiziqroq bo'ladi. Intervyu bermoqchi bo'lsangiz yoki reklama uchun ushbu Telegram silkaga murojaat qiling. Sizlar bilan Yuji Ivan bo'ldi. Barchaga xayr.